Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo oylar sultoni bo'lmish Ramazon oyida tutgan ro'zalarimizni o'zi qabul aylagan bo'lsin. Ibodatlarimizni o'zining fazli kalami bilan cheksiz ajrlar yozgan holda husni maqbul aylasin. Navro'z radio kanalida siz bilan diydorlashib turgan ekanmiz. Ana shu onlarni biz u sizga bergan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. U zotning so'nggi rasuli Muhammad alayhissalomga Allohning salovati va salomlari bo'lsin. Payg'ambarimizga ergashgan sahobalar, tobiinlar va ulardan keyingi solih insonlarga Parvardigorimizning rahmatlari yog'ilsin. Bugungi dasturimizga biroz boshqacharoq uslub tanladik. Allohning payg'ambarlari haqida umumiy hikoya, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari asosida bugungi kunimizning asosiy masalasi xususida suhbat va bugungi kun sahifasi orqali mu'minlarning dunyoviy ishlari haqidagi hukmlar. Shariat bo'stonida esa Alloh taolo yo'lidan yurgan va buyuk Parvardigor farmonidan yuz o'girgan ikki inson o'rtasidagi tafovut haqidagi satrlar. Hikoyatimiz har qanday iymon egasini dunyoga yanada teran nigoh bilan boqishga chaqiradi. Dastavval har doimgidek payg'ambarimizning o'gitlariga quloq tutaylik. Payg'ambarimiz o'gitlari. Alloh taolo Baqara surasining 188-oyatida shunday deydi: Mol dunyolaringizni oralaringizda nohaq, harom yo'llar bilan yemangiz, ya'ni bir-biringizning haqqingizni yemang va gunoh qilayotganingizni bilib turib odamlarning mollaridan bir qismini gunoh harom yo'llar bilan yeyish uchun mollaringizni pora qilib hokimlarga uzatmang. Oyat tugadi. Ya'ni boshqalarning haqqini sizlarga o'zlashtirib berishlari uchun hokimlarga pora bermanglar deyilmoqda. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biron bir hukmda pora beruvchini ham, pora oluvchini ham la'natladilar. Termiziy, Ibn Hibbon hamda Hokim rivoyati. Yana bir rivoyatda o'rtadagi kishini ham deyilgan. Ummu Salama roziyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: bironta hukmda pora beruvchini ham, pora oluvchini ham Alloh la'natlasin. Tabaroniy rivoyati. Ulamolar aytganlarki, pora beruvchining maqsadi musulmonga ozor yetkazish yoki haqqi bo'lmagan narsani qo'lga kiritish bo'lsa, u mal'undir, ya'ni la'natlangandir. Bordi-yu, o'zining haqqini qo'lga kiritishi yoki o'zidan zulmni daf qilish uchun pora bersa, u mal'un bo'lmaydi. Hokim esa biron bir haqni bekor qiladimi yoki zulmni daf qiladimi farqi yo'q, uning pora olishi haromdir. O'rtasida aytishi esa pora beruvchi kabi maqsadiga qarab baholanadi. Agar niyati yaxshi bo'lsa mal'un bo'lmaydi. Bordi-yu niyati yomon bo'lsa, u ham mal'undir. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytgan ekanlar: hukmdagi pora kufrdir. Odamlar orasidagisi esa haromdir. Tabaroniy rivoyati. Abu Uloma Bohili roziyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim bir birodari uchun vositachilik qilsa-yu, uning evaziga unga hadiya berganda hadiyani qabul qilsa, u batahqiq sudxo'rlikning katta yangiliklaridan biriga yaqinlashibdi dedilar. Abu Dovud rivoyati. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytgan ekanlar: birodaringning hojatini bilib uni ravo qilsang-yu, buning evaziga senga hadiya berganda hadiyani qabul qilsang, bu ishing haromdir. Masruq roziyallohu anhu Ibn Ziyod bilan gaplashib uni zulmdan qaytaradi. Shunda zulmdan xalos bo'lgan kishi unga xizmatkor hadiya qilgan edi, uni rad etib qabul qilmadi va Ibn Mas'udning kimki musulmondan zulmni daf etsa-yu, buning evaziga unga oz yoki ko'p narsa bersa, u narsa haromdir dedilar. Shunda bir kishi: "Ey Abu Abdurrahmon, faqat hukmdagi poranigina harom deb o'ylardik" degan edi. U zot roziyallohu anhu u kufrdir deya javob bergandilar dedi. Alloh saqlasin. Barcha baloyo ofatlardan sog' salomat saqlashini Allohdan so'raymiz. Payg'ambarlar hayotidan saboqlar. Bugun biz payg'ambarlarga umumiy to'xtalib o'tmoqchimiz. Sababi oddiy. Ko'pchilik payg'ambarlar tarixini o'qir ekan, tarixda bo'lib o'tgan voqealarni oddiy rivoyat eshitayotgandek qabul qilib ketadi. Aslida biz Alloh taolo tomonidan insonlar uchun yuborilgan komil zotlarning hayotini o'zimizga ibrat qilmoqlik uchun o'qimog'imiz lozim.
Insonlar qachon zalolatga botsalar, payg'ambarlar o'shanda olamlar Robbisi tomonidan yuborildi. Ular turli qavmlarga turli uslub bilan da'vat etish uchun keldilar. Birlarini tinglaysiz, umri davomida insonlarni rahmu shafqatga undagan bo'lsa, birlarini ko'rasiz, ayyorlikdan qaytarish uchun kurashadilar. Ba'zilari otasiga qarshi, ba'zisi bolasiga qarshi. Ayrimlari eng nozik joyda ayoli bilan xayrlashgan, ayrimlariga sevimli amakilari bilan alam bilan xayrlashish taqdir qilingan. Birlarining otasi mushrik bo'lgan, birlarining ayoli, birlarining bolasi insoniyat tugashi arafasida otasidan voz kechgan. Birining ulg'aygan xonadonida Fir'avn yashagan. Allohim, o'zing mehribon zotsan, o'zing hikmatli zotsan. Nimaiki iroda qilgan bo'lsang, barchasida hikmat yashiringan. Nimaniki payg'ambarlaringga nasib etgan bo'lsang, insoniyat uchun bu eng katta ibrat bo'ldi. Payg'ambarlar tarixida o'qib bilganlarimiz faqat tarix emas, balki butun bir yo'l bo'ldi. Turli qavmlarga, turli odamlarga turlicha shariat bilan kelgan, ammo asl ildizi islom diniga borib taqaladigan payg'ambarlarni bog'lab turadigan bitta jihat bor. Bugun shu haqda suhbatlashmoqchimiz. Bu ham bo'lsa ularning hammasi faqat va faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga ibodat qilish uchun kelganliklaridir. Payg'ambarlar insonlarga dehqonchilikdan, chorvadorchilikdan dars bergani kelishmagan yoki ularning tashrifidan maqsad biror bir kasbni rivojlantirish bo'lmadi. Ularning hammasi birgina ishni bajarishgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytganidek, payg'ambarlar insu jinga dunyoga kelishlaridan maqsad Allohga qullik qilish ekanligini tahsil berish uchun yuborildilar. Ularning ayrimlariga dunyo tasarrufoti berib qo'yilgan bo'lsa, ba'zilari juda kambag'al bo'lib o'tishdi. Ba'zilari dunyoga sulton bo'lishdi. Ba'zilari odamlarni davolashda sehrgarlarga qarshi kurash olib bordilar. So'nggi payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam risolatdan avval savdogarchilik bilan shug'ullandilar. Ko'rinishidan payg'ambarlar hayotda turli yo'l tutgandeklar. Aslida ularning maqsadlari o'z qavmlariga dinni tushuntirish edi. Allohni tanitish edi. Olamlar Robbisiga har bir masalada ibodat qilmoq lozimligini tushuntirish edi. Payg'ambarlar tarixiga nazar solar ekanmiz, ularning turli qavmlarga kelganliklarini ko'rishimiz mumkin. Odam alayhissalom davridan buyon ular Allohning farmonlarini odamlarga olib keladilar. Odamlar esa ana shu payg'ambarga qarshi chiqadilar. Bu zanjir misoli aylanib kelayotgan tarix hech qachon o'zgarmadi. Ba'zi payg'ambarlar biror qavmning hidoyatga kirishiga sabab bo'lgan ersalarda vafot etishlari bilan qavm buzilib ketaverdi. Nuh alayhissalomning la'nati bilan boshlangan to'fon voqeasi asrlar o'tib Hud alayhissalomni quvish bilan yakunlandi. Yahyo ibn Zakariyoni o'ldirgan qavm asrlar o'tib Musa alayhissalomga ham hujum qildi. Fir'avnning azobidan qavmini qutqargan payg'ambariga qarshi urush ochgan millatni nima deb atash mumkin bilmadik. Musa vafot etishlari bilanoq uning qavmi o'zi to'qib olgan ilohlarga sig'inib ketdi. Iso ibn Maryam o'ldirilgach, uning oldida o'zlarini aybdor his qilgan nasorolar Allohga va uning rasuliga tuhmat qilishdi. Isoni Xudoning o'g'li deyishdi-yu, mushrik bo'lishdi. Alloh taolo abadiy la'natiga, azobiga haqli bo'lishdi. Payg'ambarlarning tarixida dunyoviy masalalar turlicha hal etilgan bo'lishi mumkin, lekin maqsad bitta bo'lib qolaverdi. Faqatgina Allohning yo'liga, tavhid yo'liga da'vat bo'ldi. Alloh taolo ham o'z rasullarini faqat shuni tushuntirish uchun tushirdi. Chunki bu borada bandalar ichida qiyomatgacha layin shayton faoliyat yuritadi. U odamlarni mo'min holida vafot topmasliklari uchun o'zining bor ishini ko'rsatadi. Iymon kalimasini aytmasdan ko'z yumishlari uchun insonning joni halqumiga kelguniga qadar kurashadi va ko'p hollarda muvaffaqiyatga uchraydi. Payg'ambarlar esa o'z qavmlarini faqat to'g'ri yo'lga, Allohning yo'liga, jannat yo'liga va islomga targ'ib etadilar. Ularning har bir qilgan ishlari, aytgan gaplari, nasihatlari shirkdan qutulmoqchi bo'lganlar uchun dasturul amaldir. Bunga bir necha yorqin dalillarni keltirib o'tamiz. Ibrohim sallallohu alayhi va sallam Namrud buyrug'i bilan olovga tashlanganlarida Jabroil alayhissalom keladi. Va ey Ibrohim, yordam kerak bo'lsa ayting deganlarida payg'ambarlar otasi, payg'ambarlarning qanday iymon egasi bo'lganliklariga chiroyli isbot bo'ladigan javobni beradilar. Yo'q, men faqat va faqat Allohning o'ziga tavakkal qildim.
E'tibor bering, Jabroil alayhissalom Allohning huzuridan kelgan. Lekin Ibrohim sallallohu alayhi va sallam shunday nozik daqiqada ham Allohning ulug' farishtasiga ham umid qilmay, Allohning o'ziga bog'lanmoqdalar. Bu naqadar ulug'vorlik, bu naqadar komil iymon.